Voy xudo, nima bu, nima? Oyijon bilan birga makiyaj qilamiz va xorazmchani o'rganamiz. Birinchi bu увлажнительный krem. Qanday bo'ladi? Namlantiruvchi. Namlantiruvchi krem. Ko'pchilik obunachilarimiz bizani bir-birimizga o'xshashligimizni aytishdi. Shuning uchun oyijonimni o'zimni xuddi kopiyam qilib makiyaj qilamiz. Lagon brendidan. Adajon qaytadan yaxshi ko'p qoladilar. Namlantiruvchi krem surtdik. Keyin biz SPF surtamiz. SPF surtasiz? Qarang, mana SPF nima qilsangiz tana rangi kirib ketaveradi. Odatda sponjik bilan salgina oq joylarini olib chiqaman o'tako. Keyin shunaqa konsilerlar ishlataman ko'zini yo'llariga, imенно носовой joyiga. Ko'zini. Tez bo'yantirib, konsertga kech qoldim. Voy, bo'ynar chinga cho'kadi. Olib tushofka qilamiz. Mana shu sponjik bilan yediramiz. Mana xorazmcha esimdan chiqib ketdi. Siz har doim o'z xorazmcha gapirasiz, bilasizmi? Prям xorazmcha gapirgansiz edi. Qaysi bo'lgan bunda bo'lgan. To'ydan oldin oyijonlarnikiga mehmonga kelganimda tanishish uchun. Keyin oyijon kofe damlab bergan, spesial qilib achchiq uyga keldim. Hozir tonalni surtdik. Tonalni mana shunaqa yotyapti. Bo'lmasdan kelin kelmaydi. Kuyovni uyiga. Sizning o'g'lingizni olib keldim. Qotib qolganman o'zi. Oy bitta ko'ring, xo'p tanishtirmoqchiman sizga. Adam o'zi aytgandi, borma, bu yaxshi emas, suyadi. Men aytganman. O'zi uyalmasmikan deyman. Manda mana shunaqa rumyani, bular более такой яркийroq, именно освежающий, garniy bo'lasida. Mana shu zonalarga men har doim rumyani surtaman. Слишком qizlar siz uchun. Men bunaqa surmayman. Highlighter bunday qilamiz. Kistочкam esimdan chiqib ketdi, shuning uchun bunday qilamiz. Qanaqachim? Men kelin bo'lishimdan oldin mana Instagramni ko'rgansiz-ku. Sizga yozganman Instagram. Ichimdan voy, chiroyli qiz ekan deganman-da. Oy yoqdimi dedi. Ha deganman. Kim beraman demaganman-da, o'qay. Lablari uchun ikkita karandash ishlatamiz. Bittasi to'qroq, bittasi svetloy. Mani kindin chishib turadi. Mani kindin ishib turadi. И oxirgi fiksatsiya bu lab bleski. Tada! Oyijon makiyaji prям otido bitirdi. Yo'qshab qoldimi? Lab dizaynasi. Testimidami? Oyijonim menga o'xshaganlarni yo'q, kommentariyada yozib qoldiringlar.